Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, obunachilar, e'tiborlar uchun rahmat. Mana xudo xolasa ko'rib turganlaringizdek Katelniga metroga erta tongdan soat 9:30larga yetmasdan 14-chekslowga inshaalloh yetib keldik akalarimiz bilan. Akalarimiz bilan qanday borib keldi, holatda qanday bo'ldi, jiddiymi, jiddiy emasmi, inshaalloh bir videoga intervyu olamiz akalarimizdan inshaalloh. Qani kuzatishga davom etasizlar do'stlar. Mana do'stlar, har doimgidek metro Katelnikiga mana inshaalloh yetib keldik vatandoshlar bilan. Ko'rib turganlaringizdek, bu har doimgi tushirib ketadigan joyimiz passajirlarimizni inshaalloh. Mana do'stlar, har doimgidek o'sha manzilimiz. Birinchi bo'lib turib mana shu akamizdan bir intervyu olamiz. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Aka, qayerliksiz? Qoraqalpog'istonlik. Bizni qayerdan topdingiz? Borib kelishlar qanday bo'ldi? Dokument qanday edi? Shu YouTube orqali. Dokument bor edimi, yo'q edimi? Yaxshi, rahmat. Borsa bo'ladi. Dokument bor edimi, yo'q edimi sizga? Yo'q edi. Yo'q edi. O'tib ketgansiz. Muammolar bo'lmadimi? Yo'q, hammasi joyida. Chiqib kelsa bo'lar ekan-a? Zakonni hammasi. Bizni kuzatib turuvchilarga tavsiya qilasizmi? Tavsiya qilaman. Hammasi joyiga? Rahmat, kattakon. Mana bega yana qolgan akalarimiz. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat aka. Aka, qayerdasiz o'zingiz? Men Andijondanman aka. Borib kelishlar qanday bo'ldi? Dokumentlar qanday edi? Dokumentlar patent bor edi, registratsiya yo'q edi. Ha. Zo'r chotki bo'ldi. Yo'lga muammolar bo'lmadimi? Yo'q, yo'q. Kuzatib turuvchilarga tavsiya qilasizmi? Borib kelsa bo'ladimi-ki? Ishonchli emasmi? Lechni pullarni olganimiz yo'qmi chiqib? Ha, yaxshi. Alloh rozi bo'lsin aka. Mana bu yerda bitta jigarimiz bor. Aka, assalomu alaykum. Qarab qo'ying, biz tomonga ham bir. Ha? Qaramasdan gapiring aka. Qayerliksiz aka? Ha, borib kelishda qanday bo'ldi aka? Bizni qayerdan topdingiz o'zingiz? YouTube kanaldan, ha? Borib kelish hech qanaqa problema, muammolar bo'lmadimi? Bitta yolg'on gapirdingiz. 2 sutkada olib kelaman deb ertaroq olib borib keldingiz. Ertaroq olib. Yashang. Gap yo'q. Har doimgidek Qashqadaryolik haqiqiy klientlarimiz bizda. Aka, Alloh rozi bo'lsin sizga ham, katta rahmat. Sizga ham. Bular qolgan jigarlarga ketdi. Ha, jigarlarimiz mana bu yoqqa ekan, mana bizlari. Andijondan jigarimiz, gap yo'q. Buta bola, Buxorolik, ajoyib insonlar. Mana jigarimiz. Aka, assalomu alaykum. Zo'rmisiz? Rahmat. Aka, qayerliksiz? Buxoro. Buxorodan, ha? Aka, dokumentlaringiz qanday edi? Borib kelishlar qanday bo'ldi? Pasportni ishtiraflar bor. Shtraflar bor edi. Qancha shtraf bor edi? Restoran tushganda ish qilib borib keldik, zakondan emas. Hammasi yaxshi bo'ldimi? Yo'llarga muammo bo'lar bu, chegaralarga muammo bo'lib. Bunaqa narsa bo'lmadi, xudoga shukr. Ha. Tarika qilib chiqqan zo'r bo'ldi. Res ishonchli. Aka, biz qayerda topdingiz o'zi siz? Internetdan YouTube. YouTube'dan, ha? Bitta zamonoqi bitta borib keldim sirasiga. Chotki bo'ldi. Ishonchli ish qilib. Ammo mesda dedik. Ha, gap yo'q. Zo'r. Aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Zo'r aka. Aka, siz qayerliksiz? Andijonlik aka. Borib kelish qanday bo'ldi aka? Zo'r, go'zal aka, maza qilib borib keldi aka. Dokumentlar qanday edi? Dokumentlar ishkal edi. Hech nima yo'q edi, Yo'q. borib kelsa bo'lar ekanmi? Bo'lar ekan aka. Ko'rib turuvchilarga tavsiyalarimiz bormi? Bor aka, ishonib behijolat borib kelsa bo'laveradi, tavakkal qilib aka. Sardor aka, ustamga malades. Gap yo'q. Aka, tavsiya qilib qolasizmi siz? Obunachilarga. Burasida gap so'z yo'q. Ha. Tavsiya qilamiz, nima? Yaxshi, faqat oldidan ozgina qimmatroq bo'lishi mumkin kelishadi. Gap yo'q do'stlar. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin hammalaringizdan. Inshaalloh yaxshi kunlar ko'rishaylik. Omad bo'lsin do'stlar. Mana vatandoshlar, inshaalloh akalarimiz bilan borib keldik, intervyuni chiroyli qilib oldik. Mana har doimgidek metro Katelnikigaamiz. Inshaalloh yana 15-chekslowga reyslarimizni davom ettiramiz. Har 3 sutkaga bir marta 18, 21 qaysi chekslowga reys kerak bo'layotgan bo'lsa, oldindan aloqa chiqasizlar do'stlar. Xudo xolasa, keyingi reyslarga sizlar bo'lib qolishlaringiz mumkin. Keyingi videolarda ko'rishguncha do'stlar.